Assalomu alaykum hammaga. Tulpor Energy'da biz UPS tayyorlaganmiz. Xudo xolasa bu UPS'larimiz 1 kilovat, 2 kilovat, yarim kilovatli UPS'lar bo'ladi. Bu UPS'larimizni to'liq modernizatsiya qilib, ichiga 15-20 yilga tegadigan akkumulyator o'rnatganmiz. Xudo xolasa hozirroq ishlatib ko'ramiz. Bismillah. Hop, bu mana hozir balgarkamiz 1600 watt ekan, 1,5 kilovat. Bu UPS'larimiz to'liq avtomatlashtirilgan. Hozir mana davlat sveti kelganda avtomatik o'z davlat svetiga o'tib oladi. O'chganida avtomatik UPS'imiz ishlaydi. UPS'larimiz xudo xolasa yaxshi. Bu Wayland, video kamera, Wi-Fi, televizor jihozlarni bemalol ishlatadi. Mana shu bitta lampochkani 15 soat yoqib turadi. Bitta televizor 3 ta lampochkani 4 soat, 5 soat yoqadi, xudo xolasa. Yana buni yaxshi tarafi yoniga qo'shimcha ortiqcha ovoragarchiliklar yo'q, ya'ni gel yoki kislotli akkumulyator qo'yish shart emas. Buning ichida o'zi 15-20 yilga tegadigan gel akkumulyatorlardan 10 barobar kuchli bo'lgan akkumulyator o'rnatganmiz, xudo xolasa. Ustaxonalarga, xonadonlarga ishlatishga juda qulay. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Narxlari juda ham yaxshi, hamyonbop. Batareykalariga garantiya beramiz. Bu o'rnatgan ishlarimizga xudo xolasa sog' bo'linglar. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga manfaatli bo'lsa, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Shunaqangi qulay ishlatishga ommabop apparatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.